qarindoshlar. Mana talablaringizga binoan mini traktorlarni chiqarishga qaror qildim. Mana bu ham o'zimizning Samarqand Zapchas bozoriga bor ekan. Mana birinchisi 88 million 3 portionlik. Mana ikkinchisi sal kattaroq. Bunisi 98 million 4 portionlik ekan. O'zi Xitoyda chiqarilgan, motori yaponskiy motor ekan. Mini traktorlar. Starterlari bor. Mana Panajeni, Pavsheni hamma skoroslari bor. 3 portionlik mana 3 portionlik 30 ta ot kuchiga ega ekan. Motori yaponskiy ekan. Motori. Buni parnikning ichida ajoyib yerda haydasa bo'ladi bu bilan. Mana ikkinchisi bu 4 portionlik ekan. 40 ot kuchiga ega. Mana starterlari bor. Dinamo mana zashita qilingan dinamolari mana. Mana bunisi 4 portionlik. Hamma udovstalari bor. Salarki filtrlari, yo'q filtrlari, воздушный filtrlari.
Aka mana birinchi qatordagi lobziklar, ha. Necha pul? 350 mingdan boshlanadi. 350 mingdan boshlanadi to 550 minggacha. 550 minggacha lobziklar. Bunisi-chi? Direllar 220 mingdan boshlanadi. 220 mingdan boshlanadi. 250 minggacha. Yo'q. Oxirgisi eng kattasi 620 ming qiymat beramiz. Ha, yuqoridagisi 620 ming. Bu qatordagisi-chi? Bu qatori 220 mingdan to 300 minggacha. Ha, 300 minggacha. Direkt. Shurpoyorlar bor, shurpoyorlar. Bu yoqi shurpoyor, ha? Makita shurpoyor, original Makita. Aha. $50 qilib beramiz. $50. Ha. Shu qatordagi $50danmi? $50, $60, to 120 ming, $120gacha. $120gacha. Ha, shurpoyor. Perforator 24, 26 to 28gacha. 28 minggacha. 380 mingdan boshlab 750 minggacha. 750 minggacha. Bolgarkalar bu Victor 1200 wattli eng katta. Eng yaxshisi qaysi bolgarkani? Eng Victor bu eng yaxshisi. Victor bu aytdim. Epa bu Chrome. Bu qaydan chiqqan mana bu Chrome? Hammasi Xitoydan chiqadi. Xitoydan, ha? Lekin kачествоsi yaxshi. Zo'r, ha. Kачество yaxshi. 3 oy kafolatamiz. Mana bu yuqoridagicha yana tash Tashinka. shilpovka bu, ha? 450 ming, ha bu. Mana shu qator nechi mana shu? 180lik bolgarka. 180lik bolgarka. Narxi qanchadan bulardi? 400 mingdan to 320 minggacha. Bunisi-chi bu qatordagi kattaroqlar. Bu qatorda kattasi 850 ming so'm, birinchisi Shtelerais. Maydasi. Ha, pastdan turib. 400 ming so'm, 400 ming Victor bu 380 ming beramiz. 400 ming so'm, Epa beramiz, 400 ming so'm, 450 ming so'm. Panirovka Chrome beramiz. Panirovka bular, ha? 650 ming so'm, 450 ming so'm. 3 oy kafolati. Choy kafolati bor bularning. Dalbit qiladiganchi mana bu perforatorlar. Perforator yozgan, narxini yozgan $15, $55, $80. Ha, yozilgan ekan narxlar. $400gacha. $18, ha? $58. Mana kichkina pishorkalar nechi pul ekan mana bu aka? Mana bu. Chalkalarmi? Ha, pishorka kichkina. 450 450 ming ming so'm. so'm, mana. 350 minggacha. Sug'orishni apparat bu, sug'orishni apparat tashqariga chiqiladi. Tashqarida Kattasi $100 qilib beramiz. $100, ha? Ozroq kichikrog'ichi bunisi? 450 ming so'm, 450 ming so'm bunisi. Shlipovkalarchi mana bu? Tachis qiladiganlar. 450 ming so'm, 400 ming so'm, 300 ming so'm. Bizga deyapsizlar. 450 ming so'm, 400 ming so'm, 300 ming so'm. Mana bu kichkinasi. Mana bu randalar nechi pul ekan mana bu? Elektrik. Shlipovkalar aka. Mana 450 ming so'm. Epa degani 480 ming so'm. 480 ming so'm. Chrome degani bu 440 ming so'm, Randa aka 450 ming so'm. Randa 450 ming so'm. Mana qaysi? Uttuklar nechi pul ekan? Uttuklar. Butik Epalar bor, 170 ming so'm, 250 ming so'm. 380 mingligi bor aka. 380 mingligi? Ha. Yaxshisi ha bular. Ha, zo'r. Nechilik turbagacha nima qiladi bular? 60likgacha. 60likgacha, ha? Ha. Mana shu yerga kelinglar, mana arzon narxlar shu yerda ekan. Hamma narsa bor mana. Suvarish apparatlari ham bor past tashqarida. Suvarish apparat nechi pul ekan mana yuqoridagi? Birinchisi Yuqoridagi 580 ming so'm. 580 ming so'm. Yonidagisi aka 480 ming so'm. 480 ming so'm. Quvari bor, keyin 600 ligi bor. 820 ming so'm. 600 ligi. 600 ligi 820 ming so'm. Ha. Bularchi? Pastagilar. Chromelar bor 900 ming so'm. 900 ming so'm. Ha. Kami bor hammasi, ha? Yo'q, kama yana kelishtirib beramiz. Ha, kelishtirib beradi. Ha. Arzoni bor. Ha. Mana Epalar bor 850 ming so'm. Unisi 900 ming so'm. 900 ming so'm. Ha, standart degani bor. Standart degan. Zo'r, ha. Nechi pul ekan bu? 900 ming so'm. 900 ming so'm, ha. Mana bu 820 ming so'm. Epa firmasi. 820 ming so'm, ha? Quvari firmasi. Zo'r. Ha, yaxshisi.
800 gram yuksak. Pastdagilarchi mana bu? Bular aka 450 ming so'm, 450 ming so'm, 700 ming so'm, 750 ming so'm. 250 ming so'm kattasi. Mana bularchi? 650 mana bu ikkalasi 650 dan. Bu 650 dan bu. Ha. Ha? Bular 570 ming so'mdan qilib beramiz. 570 ming so'm Ha, bo'ladi. Kami bu. Kami bu. 4lik, 5likgacha oladi bular. Bularchi? Mana bu 750 ming so'm, 800 ming so'm. Bu orqadagi ikkitasi 1 million 50, unisi 950 ming so'm. Birinchisi 1 million 50, ikkitasi 950 50 ming. ming so'm. Bu perforatorlar qancha ekan? Advoyniklar 1 million 250 ming so'm kattasi. 1 million 250 ming so'm. Ha, kattasi. Kattasi. Kichikroqchi? Bunisi 950 ming so'm, unisi 850 ming so'm. 950 ming so'm, 850 ming so'm. Mana. Titan ekan 850 ming so'm. Advoyniklarning xatlari ham bor. Necha pul ekan kattasi? 2 million 250 ming so'm. 2 million 250 ming so'm. Qayerdan chiqqan bular endi? Endi bular Xitoy, rossiyskiy har xilida. Har xili bor. Originallari ham bor. Originallari ham bor, podoriginallari ham bor. Podoriginallari ham bor. Yaxshi, mana. Kompressorlar ham bor. Ha, kompressorlar ham bor. Mana kompressorlar necha pul ekan bu? Bular 850 ga 950 ming so'm kattasi. 50 taliga. Kattasichi mana unisi 950 ming so'm. 950 ming so'm. Mana uglarezlar ham bor. Uglarezlar necha pul ekan bu? 2 million 50 bor. 2 million 50. Ha, buni kichkinasi ham bor, tugadi. 1 million 600 edi. Kichkinasi 1 million 600, ha, bundan kichikroq. Mana bu Turbarez. Turbarez necha pul ekan bu? Bu 1 million 400 ming. Aka bu tarozlar necha pul ekan bu? Kichkinalar. Aka kichkinalarni mana bu yaxshisi bor, temiri qalini. Bu akajon oxiri 200 ming so'm qilib beramiz. Oxiri 200 ming so'm buni, ha? Oxiri 200 ming so'm qilib beramiz, temiri qalinligi. Oxiri 200 ming Yana so'm, bir temir xili bor. qalin. Yana bir xili bor, O'zbekistonniki bor, Urgutga chiqayotgan. Ha, urutga chiqaradi. Uni 170 ming so'm qilib beramiz. 170 ming so'm, ha? Mana kattalardichi? 350 kiloligini aka 335 ming so'm qilib beramiz. Oxirini. 335 ming so'm. Mana 600 Oxirgina. kiloligi bor. 30 kilolik qancha ekan? Bu akajon 730 ming so'm qilib beramiz. 730 ming so'm oxiri, ha? Oxir narx. 1 tonnaligi bor aka, uni 1 million 1,5 million qilib beramiz. 1,5 million. Ha, keyin 3 tonnaligi. 3 tonnalik. 3 tonnalik qancha ekan? 300 dollar. 3 tonnaligi 300 dollar ekan. Ha. Mana tarozlar.